Akkanizom Qashqadaryoda. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana yana bir yangi obyektimizga keldik. Sesma quyish jarayonlari bo'lyapti. Pishig'ishdan bo'lgan uylarimiz. Usta akalar, hormaylar. Zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Nech pullar bo'lyapti bu sesmalaringiz narxi? Qashqadaryo bo'yicha. Ha? Usta biladi, tepadagi usta. Joyiga qarab, usta ayting. 35-40 joyiga qarab. Ha, joyiga qarab ekan, mana metriga 30 ming, 35 ming, 40 ming atrofida quyilar ekan sesmalarimiz. Devor tekisligiga qarab. Katta obyekt qurilgan bu yerda. Kimni qiziqtirgan taklif savollar bo'lsa bemalol murojaat qilavering. Katta ustamiz ham shu yergalar. Biraz sonra gel. Bazı biz olganlar. Mana. Nurlag'onni olyapti, Nurlag'onni. Yopron Nurlag'onni. Bitta katta liza askari olamiz. Yetmaydi. Tepami?